Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilib turgan qadrdon obunachilarimiz, aziz tomoshabinlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana Panjigentdagi ishimizni, xudo xolasa, polni tashqarilarini buzib tashladik, prognostillarini. Mana prognostillar yerda yotibdi, mana. Prognostillarni buzib, chiroyli qilib mana rekalarni torab, nekkalchaga tunkani qo'yib qo'yganmiz, xudo xolasa mana. Ko'rishingiz mumkin, mana tunkani qo'yib qo'yganmiz, iplarni tortib. Hozir xudo xolasa tunkamizni boshlaymiz. İşimizden kam videolar qo'yib boramiz aziz tomoshabinlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga bog'lanishlar mumkin. Mana shu ko'rib turgan fasoniylarni 70 so'mdan qilib olibmiz. Xizmat haqiga materialni olib kelib beradi uy egasi, hammasini uy egasi tashkil qiladi. Yotoq joy, yeb-ichta hammasiga uy egasi qaraydi. Hozir mana ichkarilarni ham ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rishingiz mumkin. Polni prognostilarni buzib tashladik. Bu tomondan sentrdan shaxmat turyapmiz. U tomonga ham sentr, bu tomonga ham sentr. Xudo xolasa bir xil atmalar tushadi so'ylari. Mana aziz tomoshabinlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, chiroyli qilib shaxmatimizni uryapmiz. Davolni ko'tdagi tunkasiga ham og'ishtirganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'ziniki qoraydi bundan oldin. Biz bir xil qilib chiroyli qilib beryapmiz akamizga. Hop. Juda ko'pchilik apparatga qiziqadi aziz tomoshabinlar. Mana apparatimizni ko'rishingiz mumkin. Apparatga 100% garantiya. Mana tekis tunkani solamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana tekis tunkani solinyapti hozir. Kimga shunaqa sifatli apparatlar kerak bo'lsa ham aloqa chiqaverasizlar. 05 gacha bo'lgan tunkani 100% qayraveradi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Qani ketdik. Hakkiga bir marta qayrilgan tomon. Mana aziz tomoshabinlar 2,5 qayrilgan. Hop. 2,5 santimetrga, chuqurligi ham 2,5 santimetr. Buni libo razmerga qilib beramiz. 2 ga 2 mi, 3 ga 3 mi, 4 ga, bunaqasi 4 ga 2,5 mi farqi yo'q. Libo razmerga. Mana shunaqa qayriladi mana. Apparatga ko'rasizlarmi? Bittada qayirib beradi 90 gradusga. Apparatga 100% garantiya. Mana bu bitta apparatimiz. Mana bu ikkita apparatimiz mana. Mana bu yerda bor yana. Mana ikkitani bitta qilingan bu yerda. 3 ta apparat, 4 ta apparat. Hop, yana mana bu yerda bor yana bitta mana 5 ta. Bu shaxmat turi beradi. 1.25 diniki 62,5 62,5 qilib kesilsa 52,5 ga 52,5 qoladi qayirgandan keyin. 2,5 qayraydi, hammasi bir xil. Hop, mana bu yerda esa mana 1 metrlik tunkamizniki bu. 50 qilib kesiladi tunkani. Qayirgandan keyin 40 ga 40 qoladi aziz tomoshabinlar. Mana ko'ringlar. Apparat unaqa profil bir ugonlik qo'yilmagan mana. Qalinligi 2 cm temirni 100% garantiyasi bilan mana frezerlarga choq qo'yilgan. Cho'tki qilib shu bittada qayirib beraveradi mana. Kimga shunaqa sifatli apparatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga bog'lanishingiz mumkin aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana ana shu apparatda qilinayotgan ishlar, kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa biz apparatlarni ham chiroq qilib yasab qilib beramiz. 2 metrligi bor 17 ming so'm, 2,5 metrligi bor 20 ming so'm. Apparatga 100% garantiya. Apparat olgandan keyin kelib, mana shu joylarda mana ishlarni ko'rib, ishni o'rganib, 1 oy, 2 oy ishni o'rganib, bemalol borib, keyin o'zingizlarning joylarda ish bosaverasizlar. Mana bu shapkalar ham polni bo'ladi, xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Shapkalarni ham buzib tashlaymiz. Shunaqa gaplar aziz tomoshabinlar, kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, yo sifatli apparatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa biz apparatlarni ham cho'tki qilib yasab beramiz. Dastlabki libo joyga Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiyagacha dastlabki qilib beramiz apparatlarni. Kimga kerak bo'lsa. Juda ko'p apparatlarni ko'rgan bo'lsanglar, mana shu bitta apparatga joylagan bo'ladi. Mana bu yerga shaxmat qayraydi bir tomonda o'rtasini sindiradi. Mana bu yerda 2,5 buzniki hammasi adden mana u yerga qo'yib bir kishi, bo'ladi 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi, 5 kishi ishlayveradi bemalol. Odam tiqilib qolmaydi. Bu tomonda addenni vazifasi bor. Bu tomonni vazifasi addenni. Kimga shunaqa sifatli apparatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa aziz tomoshabinlar. Nima xizmatlar bo'lsa, mana nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'linglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like. Doimo sog' salomat bo'linglar.